Assalomu alaykum. Bugun 7-avgust Juma kuni 2026-yil Namangan shahar Chorsidagi musiqiy Novoy drama teatrida ertaga ochilish mavsum lolalar spektakli bo'ladi. Hamma otpuskadan chiqdi. Direktor menga har doim ruxsat berdilar sahnada. Hop. Endi qachon kelsam hamma biladi. Kim haqida aytishimni. Rahmatli Komoljon Rahimov 1943-yili 12-yanvarda tug'ilganlar, vafot etganlarni. 2015-25-fevralda 72 ga kirib vafot etdilar. Hayot bo'lsalar 83 yoshda bo'lardilar. Komoljon Rahim joylari jannatda bo'lsin. Komoljon ukalari Zokirjon aka Rahim joylari jannatda bo'lsin. O'rinbek aka Nuraliyev ham joylari jannatda bo'lsin. O'rinbek aka o'g'illari Ulug'bek akani umrlari uzoq bo'lsin. Keyin Komoljon aka o'g'illari Husanbek akani umrlari uzoq bo'lsin. Amin. Mana shunaqa qilib endi 25-fevralda mana shu yerda Mirzabek aka holmay o'tirgan ekanlar. Komoljon aka o'tgan kunlarni aytsam, Mirzabek aka qarab kimgadir shu bugunmi desalar, men ekranga qarab, ha 25-fevral dedim. Hamma biladi, qizil kurtkada edim. 25-fevral Komoljon aka o'tgan kunlarda. Ina 28-aprelda Iskandar aka Hamroqulov bilan ko'rishdim. Ina Ulug'bek aka Nuraliyev bilan ko'rishib intervyu qildim. Endi o'sha yergacha ko'rsatib, nurli kelajak tilaymiz. Yorqin namoyish etamiz. Bo'pti. Bo'ldi, tushundim. O'sha bitta so'zlama. Mana shu Iskandar aka Hamroqulov olganman. Mana o'shimlar yozuvchi ekanlar-da. Yozuvchilar. O'zi mana shu yerda Komoljon Rahimov yoshliklarini ko'rsataman. Mana mashinning ichidaman. Tashqi tomonni ko'rsatdim. Ha, buni Komoljon akani topaman. Yoshligidagi mana hozir men mana sahnada gapirdim. Bu qadimgi Komoljon aka bor paytlarda o'sha davrda sahna. Hozir men sahnadan chiqdim. Endi o'zi Komoljon akaning rasmlarini topaman. Komoljon aka borla boya ko'ruvdim. O'zi mana bir joylik emas. Mana bundoq bo'lib tursin. Komoljon aka. Mana da topdim. O'zim doqlangi. Mana oq kostyum, qizil ko'ylak, qora oq polasa galstuk. Komoljon Rahim mashhur bo'ladi. Mana O'rinbek aka Nuraliyev bo'ladi.
Hop. Ma zarar tugasam eshitmamas. Doira. Qadimgi telefonlarni qarana, sanduqchani. Mal mikrofon zarar o'tsa ham ovoz borar edi. O'zi mana shu yerda kresloda Ulug'bek Nuraliyev bilan suhbatlashganman. Endi 28-aprelda mana shu yerda Ulug'bek aka Nuraliyev bilan qo'shiq aytuvchi borlar-ku. Rahmat dedilar, joylar jannatda bo'lsin. O'rinboy aka Nuraliyev o'g'illari Ulug'bek aka bilan mana yerda Moskvada o'tirganlar suhbatlashganmiz, intervyu qilib suhbatlashib Mirzabek Og'olmayev bilan bo'lganimni aytdim. Endi o'z bag'larini ko'rsatib tanishtiramiz. Bo'pti. Hop. Hop. O'zchaman o'tugadi, beyni o'zini o'chirib yana yoqib gapaman. Mana nurli yorqin namoyish ettirib tugatdik. O'zi o'chirib yana yoqib beyni o'zini boshlaman. Bo'pti.